Xiva tumanida mashhur Gandimiyon qishlog'i borligini bilasiz. Bugun mana shu qishloq nimasi bilan mashhur ekanligi haqida gaplashamiz. Men Zuhra Bobojanova, Qadag'on Qurbonlar xotirasi muzeyining katta ilmiy xodimi bo'lib ishlayman. Rossiya imperatori vakili general-gubernator adjutant von Kaufman bilan Xiva xoni Muhammad Rahimxon II o'rtasida 1873-yil 12 avgustda Gandimiyon shartnomasi tuziladi. Bu shartnomaning natijasida Xiva xonligi o'zining mustaqilligidan ajralgan. Xo'sh, Xiva xonligida bu shartnoma qanday ta'sirlar o'tkazdi? Birinchidan, siyosiy jihatdan u o'z mustaqilligini yo'qotgan va hududiy jihatdan Amudaryoning o'ng qirg'og'idagi hududlar Rossiya tarafiga o'tib ketgan. Iqtisodiy tomonlama ko'rgan zararlari 20 yil mobaynida Xiva xoni Rossiyaga 2.200.000 rubl miqdorida kontributsiya, ya'ni tovon to'lash majburiyatini oladi. Bundan tashqari, qator vakolatlarni Rossiyaga beradi. Qanday vakolatlar? Birinchidan, Xiva xonligi hududida Rossiya savdogarlari erkin savdo qilishlari mumkin edi. Hech qanday bojlarsiz, hech qanday to'lovlarsiz va o'z o'rnida Xiva xoni bu savdogarlarning xavfsizligini ta'minlash ham zarur edi. Amudaryo hududining o'ng qirg'oqlari Rossiya hukumati tasarrufiga o'tildi va bu yerda Amudaryo bo'limi tashkil etilgan edi. Endi Amudaryoning chap qirg'og'i hududlarida agar Rossiya savdogarlari istashsa, o'zlarining istehkomlarini qurish huquqini oldilar va mana shu yerlarda qurilgan istehkomlar uchun Xiva aholisidan soliqlar yig'ib olingan va mana shu yerlardagi istehkomlarning xavfsizligini ham o'z-o'zidan Xiva xoni ta'minlab berishi majburiyati bor edi. Endi savol, 2.200.000 rubl miqdoridagi tovonni qanday qilib Xiva xon to'lash mumkin edi? Bilamiz, urushlar davomida Xiva xoni xazinasi bo'shab qolgan edi. Tabiiyki, bunday soliqni to'lash xalq gardaniga tushgan edi. Va oxir-oqibatda Xiva xonligida aynan mana shu Gandimiyon shartnomasi natijasida nihoyatda soliqlarning miqdori va ularning soni ham oshib ketgan. Bu esa o'z-o'zidan Xiva xonligiga qarshi oddiy aholi tomonidan amalga oshirilgan qo'zg'olonlar va isyonlarni ham oshirgan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon II tomonidan imzolangan Gandimiyon shartnomasi asl nusxasi hozirda bu yerda emas. Siz ko'rib turayotgan bu nusxa 1990-yilda ko'chirilgan va bu nusxa Urganch davlat universiteti tuzilmasidagi Qadag'on Qurbonlar xotirasi muzeyida saqlanmoqda.